Assalomu alaykum. 4-mavzu to'la differensial tenglamalar va unga keladigan tenglamalar. Mavzu rejasi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi reja to'la differensial tenglamaning fizik va geometrik mazmuni. Ikkinchi reja to'la differensial tenglama va uni tekshirish sharti. Uchinchi reja to'la differensial tenglama. Keyingi rejamiz misollar aytish. To'la differensial tenglama. Ta'rif. Agar bu birinchi ko'rinishdagi tenglamalar mx, y va mx, y funksiyalar uzluksiz differensiallanuvchi funksiyalar bular uchun mana bu ikkinchi munosabat o'rinli bo'lsa, birinchi tenglama to'la differensial tenglama deyiladi. Bunda mana bu ko'rinishdagi funksiyalar biror sohada uzluksiz funksiyalar. To'la differensial tenglamalarni integrallash. Agar birinchi tenglamaning chap tomoni to'la differensial bo'lsa, u holda ikkinchi shartning bajarilishini va aksincha ikkinchi shart bajarilsa, birinchi tenglamaning chap tomoni biror ux, y funksiyaning to'la differensial bo'lishini hisoblaymiz. Yoki boshqacha aytganda, birinchi tenglamaning ko'rinishini mana bu uchinchi tenglama, ya'ni mana bu teng bo'lishini va demak uning umumiy integrali ya'ni mana bu ko'rinishda bo'lishini kutamiz. Dastlab birinchi tenglamaning chap tomonini biror ux, y funksiyaning to'la differensial qarashtiraylik, ya'ni mana bu ko'rinishda olamiz. Bu holda n'ning qiymati mana bu 4-ko'rinishda bo'ladi. Biz buni birinchi munosabatni y bo'yicha, ikkinchi munosabatni esa x bo'yicha differensiallaymiz. Ya'ni differensiallar natijasida mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Ikkinchi tartibli hosillar uzluksiz deb faraz qilsak, bu holda mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni ikkinchi tenglik birinchi tenglamaning chap tomoni biror ux, y tenglamaning to'la differensiali bo'lishini zaruriy sharti bilan iboratdir. Bu shartning yetarli shart bo'lishini ham, ya'ni ikkinchi tenglik bajarilganda birinchi tenglamaning chap tomonini biror ux, y funksiyaning to'la differensiali bo'lishini ko'rsatadi. Ya'ni mana bu munosabatdan uni topamiz. Natijada mana bu ko'rinishdagi funksiyani topamiz. Bunda x noloviy yechim mavjud bo'lgan sohadagi ixtiyoriy nuqtaning absissasi. X bo'yicha integrallashda y ni o'zgarmas miqdor deb hisoblaymiz va shuning uchun integrallashda hosil bo'lgan ixtiyoriy o'zgarmas miqdor y ga bog'liq bo'lishi mumkin. Fiyat y esa, ya'ni 4-munosabatlarda ikkinchisi bajariladigan qilib tanlab olamiz. Buning uchun keyingi tenglamaning ikkala tomonini y bo'yicha differensiallaymiz va natijada nx, y ga tenglaymiz. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ammo mana bu bo'lgani uchun quyidagilarni yozishimiz mumkin. Buni o'rniga qo'yadigan mana bu bo'ladi. Yoki mana demak o'zimizdan ko'rib turibdi, mana bu ko'rinishdan hozir yoki fiyat y mana bu hosil bo'ladi. Bu yerda 0.6 holat. Xo'p, mana bu shunday tanlab olamiz. Ux, y funksiyamiz mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Bunda px0, y0 nuqta atrofida birinchi differensial tenglamaning yechimi mavjud bo'lgan nuqtadir. Bu ifodani ixtiyoriy esa o'zgarmas miqdorga tenglab, birinchi tenglamaning umumiy integralini hosil qiladi. Ya'ni 5-ko'rinishda bo'ladi. Bitta misol qaraylik. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi misol berilgan bo'ldi. Bu tenglama to'la differensial tenglama bo'lishi yo bo'lmasligini tekshiramiz. Haqiqatan yuqoridagini biz m deb mana buni ko'rsata olamiz, n deb buni belgilashga olamiz. U holda mana buni differensiallaymiz, natijada mana bu ko'rinishdagi tengligimiz hosil bo'ladi.
Bu yerda o'zingizda ma'lumki, y noldan farqli bo'lganda ikkinchi shart bajariladi. Demak, berilgan tenglamaning chap tomoni biror noma'lum OX, Y funksiyaning differensial bo'ladi. Bu funksiyani topamiz, ya'ni differensialni topganimiz bo'lganligi sababli uni topib olamiz. Natijada uning qiymati mana bunday chiqadi. Bunda fet y funksiya y ning hozircha noma'lum bo'lgan funksiyasi to'planadi. Bu munosabatni y bo'yicha differensiallab, ya'ni mana bu ko'rinishda olamiz. Ya'ni demak, mana bu tengligini e'tiborga olgan holda e, mana buni qo'yadigan bo'lsak, mana bu munosabatimiz hosil bo'ladi. O'rniga olib qo'yadigan bo'lsak. Demak, o'zimizdan ko'rinib turibdiki, mana bu teat yigitning birinchi taraf xosasi mana bunga teng yigit o'zini integral etgan bir minus bir tarafning birga teng deb chiqadi. Buni yuqoridagi x y o'rniga qo'yadigan bo'lsak, mana bu munosabatimiz hosil bo'ladi. Shunday qilib o'zimizdan ma'lumki, mana bu x kvadrat taqsim y minus bir taqsim y tengsi dastlabki tenglamaning umumiy integralini hosil qildik. Boringiz uchun rahmat.